Onam tiyetsa, o'zini emsa, yemasa siz kelaverasiz, molxonali bo'lasiz. Ana 500 ming qo'shib beraman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun o'tda udar videolar syomka qilganman. Like ayamasdan kanalga obuna bo'lib, kanalga like bosib, kanalda oxirigacha ko'rib turasizlar. Shved molimizni mana oxirigacha bo'lgan barakasini, boshidan savdosini oxirigacha oldim. Xudo xolasa sizlarga to'liq videoni yuklab beraman. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Bolasini qo'yib yuboraymi? Samsiz 52,5 million. Men olib foyda qildingizmi? Qildim aka. Qilasizdan keyin. 6 kilo. Endi 5-chi bo'ladi. Borsin dimlanmay. 2-chi bo'ladi. Birinchi bo'ladi. Birinchi bu. Men bo'lsam endi egasi. Bitta Ertaga halikin chiqqan, yuqori zo'rg'a oldim. Bozor qilganga berdim oldim. Narxiga 2,5 deyapman. Mana hali ham bekitgan, rostdan hiç kuramaz savdolar ya 55 bo'lsa 52,5 berdim aka. İşte de ben sizge şanlı olayapman aka. 56 million. Xursand bo'lasizmi aka? Bo'ldi, topganda beraman qo'ygandim. 56 million qo'yapman. 56 million, 55 million qilishadi. Aka keling, bu 53 million. Bir haftada sizden veriyorum. Men bilasiz aka. Ha, bizga chamadingiz. Yo, sizga aytib, ishongan odamga bir haftaga beraman, aytdingiz, beraman. Bolasini ham olasizmi? 53 million aka. Chiqyapti 50 dan mana. Sekin-sekin chiqyapti. Men aslida indamayman. Sizlarga hafta 56 ham qiling dedim. Tezda chiqmayapsizlar. Nima gap? Chiroqlar ekan. Ota menga tirikchilik aka bilasiz. Nima o'ylanib turgan. O'ylanib turishni keragi yo'q aka. Ishtiriki istaydi. Lekin nafozat Yana kichkina ko'rinar ekan. Yon boshda asr basharasi ko'rinadi. Sen ikkita bo'ladi. Men Bir tarafta mollar sog'ib bo'lib, qarasam, buni bolasini bitta so'rayman, bitiraman. Keling. Yetalasa bo'lsa kerak.
Konkretli bo'lsin. Menga kimdir 55 bersa sotib ketaveraman aka. 56 bersa ham xursand bo'laman. 1-2 million foyda qilib qolaman. Foyda qiladi endi. Xursandmisiz? Hamma foyda qilgan. Xursandmisiz? Siz xursand bo'lib sotdimsiz, men foyda qilaman. Bering. Ha, o'ylanib turaveradi. Bering. O'ylanganda ko'rishim turgan. Ellik to'rt million. Sata. Nima deyishga ikkita bo'lsa, haqiqatdan o'ylanib ketadi. 15 sinashga olaversan. 15 sinashga olaveradi. Ikkita balandroq. Ikkita balandroq. Ben maşinadan soktu kiraladım. Zamısız. Kesem de ya. Gel biri. İş oy tep koydu bak. İş oy. Programcı noktalarına veriyorlar. Nasıl bir gelemiyor? Sanmısın? Demek ki programcı noktalarına bir hastaya başlayıp gelemiyorum ben. Sanmısın? Gökhan Kuvalı'yla yetişmedim. Tamam, ben hiç korkuyorum. Bu ile ilgili yetişmedim. Neyse o Maşını dostum malı kahveydi. Maşını dostum malı kahveydi. Bakırım malı. Oldu. Aşamasın. Olsun. Hürmetli şarkılar. Bir sene uçtuk hocam maşını soğudu. Gözüne uçtuk dinler adam ne oldu? 54 milyon so'm savdo bo'lyapti. Kelar kelar. Bu arada var. Solar. Beri. Hadi gelin. Yaşamak günü boğazını yeterli açıya doğdum. Ayağım yok oldu. Kendime dedim. Boğaz döktü. Beri. Bu ağacın kapağını yitirirsen bir teşekkür ederim. Şu yaşlı. Ya üzülü olacak. Üzülü yaklaşık az basıyor. Beriyle. Beş yere gel. Akçeler gel. Ben geldim. Abi cepten. 56 ses var ama. Yok, ben ineleme. Gel. Savaş kişi dolanamaz. Kişi 6'da birincisini tuttan ikincisi 22 köyü koyulgan. 54 milyon so'm savdosi bo'lyapti. 54 milyon so'm. Kelim arkadaşlar sana siz başkanı yapın onu. Biz endi dostum yap yapılamayız. Devam. Küçük topladık. 4 hafta geçti. 7 bağlı 1 milyon kuruş. Aça. Yine kurma adam azette var morca yok böyle bir tutup 55 milyon so'm. bunlar halinde optizasyon adam yeni bölümlerine karama bölümlerine çıkıp bir dağıtıp olurlar. 54. 10 tala. 54. Sen bunu biraz aradaki ne hakem? Bir dizine geçti. Versiniz mi?
İşte dünyalar 54 ham 55 ham bor. işlemez ekan da. Siz ko'nglingiz bo'sh berib olasiz. 1000 dollar 55 ga savdo bo'lyapti, 1000 dollar. Hozir shanba kuni qo'yganib beriladi. 55 milyon. Sen misin? Ben yollasan gayret ekem olsun. Sen mi? Kim olayım bozorga? 100 dolar alıp olayım. Bir yılga vaatini vermesen sonra. Barımızda odamlar satamıyor tuttu bozorda. 6-7 tava geldi. Sattınız mı? Sattınız mı? Gelin ya, elle törgen attı. Ya şey rakam bakalım. Belli oldu. Ne aldı hemen ki? Ben olsam ketemem. Bu klası. Çok iyi takım otu verasın. Yok kere koy kirası otu verasın. Kursan mısın? Kursan mısın? 55. Biri Farhat'a geldi. Ama ben gel. Beri. Siz g'ayratiga boring, mana undan bolasi ancha katta, mana enasi to'roydan o'tgan bo'g'ozi bor. Bundan necha kattaroq? Bu yo'li kankaytirib olasiz. Sanmisiz? Naqdingizni olasiz, mana bozoringizda naqdga tikilib qo'ydim. Xursandmisiz? Joy 2,5. Joyli sotib bo'lmaydi, nima deyapsiz? Nima qiladi aka? Otaraga minib qoldi bolasi. Xursandmisiz? Doğrusu aytıyorum. Aslında bekat turgandan ko'ra savdo qilaylik dedim-da aka, do'stingiz o'qlardi. Ha yo'q, odam tomoshada ko'p ekan. Xursandmisiz? İşçasının belki hakkındadır. G'ayrat aka, menga bersa xafa olmaysizmi? Nimaga xafa bo'lasiz? 100 bin koşuydu. Yo 100 ming, 200 ming. Mana gapini oldim. To'g'ri pulni naqdida beryapman. Bu mol olgan bo'lsa, men ham sizdan mol olganman. Men ham 80 bin dolar beraman, 80 bin beraman. Men bir ming bermayapman, ketaman, kechmayapman kelib beraman. Men sizdan farq yo'q. Xursandmisiz, sotdingizmi? Yuring beraman. Yo'q, yurmayman. Xursandmisiz? Yo'q, napringiz qilmaydi aka. Bozoringiz 55. naqdga berdim aka. To'g'ri gap. Endi siz xursandmisiz? Yo'q aka, yuring nima? Rostdan qo'shdim. G'ayrat aka 100 ming, 200 mingdan hech kim boy bo'lmaydi. Xafa bo'lmaylar aka, nasib. Ber desangiz beradilar. Rostdan. Xursandmisiz? Hadi yapamaz. Oldu, bitti. 55 milyon so'mga baraka bo'ldi. Kerakli. 55 ga aka, naqdga 55 ga. Bunda ketmagan. Aka bu 55 milyon so'mga mana sotildi. To'g'ri so'ngga sotildi. aka nasib yer. 55 milyon so'mga mana naqd pulga hech qancha sana berishga berildi. 16 litr sutga 6 kurak Bir mahalga sut bilan bola novoz.
16 litr sutga. Zatullah. Oh. Ya assalomu alaykum. Siz charchamasdan. 500 so'm bersan beraveradi. Yo'q, aka. Bu sotilmaydi ekan. Sotilmaydi aka, rostdan. Yo'q. 16 litr sut. Yo'q, 55 millionga 500 ming kam-da. Yaxshi pulga sotadi. 55 million so'mga beradi.